Endi Oybekjon, oldingi vaqtidagi odamlarimizda, bobolarimizda ulov bo'lgan. Ulovsiz erkakni erkak deb hisoblashmagan. Xuddi shunaqa aka. Yo'q, hech bo'lmasa oti bo'lmasa eshagi bo'lgan. Shunday. Endi hozirgi zamonimizda mana bunday asfaltli, ana biznes klass ko'chalarda ot bilan yurib bo'lmaydi. Eshak bilan ham yurib bo'lmaydi. Shunaqa. Bizda faqat tezlik kerak. Tezlik uchun mana shu zamonamizdagi mana sşu mashinalar, Cobalt'lar bormi, boshqa va nima mashina bo'lsa, har bir yigit o'g'il bolani mashina bo'lsin deymiz. Barchaga assalomu alaykum aka-ukalar. Sizlar bilan Nasim Qolov. Do'stlar, bugungi yangiligimiz mana Oybekjonda oldiga keldik. Oybekjon, nima yangiliklar bo'lyapti? Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Assalomu alaykum Nasim akamning hurmatli obunachilari. Premier Avto City'ning har doim videosi chiqqanda chiroyli bitta like bosib qo'ygan aka-uka, opa-singillarimiz. Nasim aka, yana bir marta assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizni bekorga chaqirmadim. Hurmatli yurtdoshlar, video boshidan sizlarga ma'lum qiladigan narsamiz 2026-yil yaqin, xudo xolasa, o'shanchun ham 2025-yilda chiqqan avtomashinalarning hammasini skidkaga qo'yishni xudo xolasa sizlarga niyat qildik. Hammasini aka. Mana Cobalt'lar, Gentra'lar har xilidan olib qo'yganman. Bekorga chaqirmadim aka. Nasim akamni bilsanglar, boshqa avtosalonlarda reklama qilmaydi. Imенно nima uchun Premier Avto City'ga keladi? Chunki Nasim akamni taniganlar, bilganlar biladi, bilmaganlar o'zi bilsin. Har doim xalq uchun harakat qilib, har doim xalqning orqasidan turib beradigan akamiz Nasim akam bo'ladi. Lekin har kelishimda bir nimani skidga qildirmasam, bir nimani arzon qildirmasam kelmayman. Mana bu kelishimga ham inshaalloh mana yangilikni zo'rini eshitlaring. 25-yildagi barcha mana shu salondagi mashinalar hammasi skidkaga. Hammasi skidkaga. Qani endi bir boshdan aytingchi, nimalardan boshlaymiz? Hurmatli yurtdoshlar, videoni oxirgacha ko'ringlar. Ko'rmaganlar kamida $1000, $2000 yutqizadi. Videoni boshdan aytdim. 15 minut, 20 minut video qilamiz. Uzoq qilmaymiz aka. 15 minut, 20 minut vaqtingizni ajrating va O'zbekistondagi eng arzon salondagi eng arzon mashinalarni narxini bilib olasiz. Shunaqa. Unda boshladik aka. Videoni cho'zmaymiz. Hurmatli yurtdoshlar, bugun sizlar uchun faqat 99% uporni beradigan mashinamizdan bittasi yo'l tanlamas, viloyat tanlamas, xalq tanlamas, O'rta Osiyo bo'yicha eng ko'p sotilgan Cobalt avtomashinani bugun sizlarga har xil pozitsiyasini, har xil narxlarda, har xil oylik to'lovlarda, hattoki boshlang'ich to'lovsiz ham sizlarga полный подробный tushuntirib beraman. Nasim aka, video boshidan aytay. Xo'p, mana shu qilib berib turgan aksiyalarda, qo'lda mana qo'limda qog'oz bor. Mana shu qilib berib turgan aksiyalar bo'yicha xohlagan joyda aylansinlar. Birinchi ochratda xohlagan joyda aylaninglar. Eng oxirgi mana bu yerga kelib, bu yerda narxini surishtiring. Shunaqa. Eng kamida 50 million, 60 million so'm arzon. Agar menday arzon qilib beradigan bitta avtosalonni topsanglar, agar men undan arzon ham qilib bera olmasam, mana shu xohlagan Cobaltni tekinga olib ketsin aka. Gapimga javob. Tekinga olib ketsin. Shunaqa. Gap bo'lishi mumkin emas. Menga qaranglar. Bu video hozir o'chirib yuboriladigan video emas. Bir oydan keyin ham ko'rasizlar. Shunaqa. Bir yildan keyin ham mana shu videoni ko'rasizlar. Lekin mana shu video bilan kelasizlar, agar bundan arzonni topa olmasalaring, mana mashinada olaverasizlar. Shunaqa. Agar arzonni topsalaring, tekinga mashinani beraman deyapti. Hurmatli yurtdoshlar, tayyor bo'lsanglar, boshladik. Cobalt avtomat 2025-yil ishlab chiqarilgan 5 probeg. Yangisi haqida gapiryapman aka. Probegi yo'q. Hech qayerda zavodskoy nimadir defekti yo'q. Xuddi shunaqa midnight pozitsiyasini oladigan bo'lsa, 8% avtokredit, valyutni avtokreditda o'rtoqlar, hurmatli yurtdoshlar, oylik to'lov $316. Ya'ni 3.800.000 so'mdan bemalol xarid qilib ketsalar bo'ladi. Gap bo'lishi mumkin emas. 5 probeg pachkasi. Videoni ertaga qo'yasizmi aka? Zavodda qanday turgan bo'lsa, bizda treylerda keladi. Egadan sotib olinmaydi aka. O'sha treylerda olib kelib, tushirib, mana shu yerda kamida 25 ta 30 tani, xudo xolasa sizlarga aksiya qo'yib beraman. Gap yo'q. Shu kundagi narx bilan 3 kun aksiya qo'yaman. Ulgurib qoldi. Hurmatli yurtdoshlar, 3 kun aksiya. Agar haqiqatan mana bu mashinani agar narxi oshib ketmaydigan bo'lsa, 3 kun emas, 5 kun. 5 kun. Agar narxida o'zgarish bo'lishi mumkin, o'rtoqlar, shunaqa narsalar kutilmoqda. Sizlar uchun tugaguncha mana shu Cobaltlar boshlang'ich to'lov. Aka, 4000 ham kerak emas. O'tgan safar 3800 bilan qo'yganman. Shunday.
4000, 3900, 3800 ham kerak emas, 3700 ham kerak emas, 3600 ham kerak emas. Hurmatli yurtdoshlar, sizlarga bo'lsa, xalqqa bo'lsin. 20 ta benzin bilan poliga ham ichida. Xo'p. Mana shu mashinani 3,5 dollar boshlang'ich to'lov bilan olib chiqib ketaversiz. 3,5 dollar. 3,5 dollardan 3 kun aksiyaga, agar oshmasa 5 kun aksiyaga. Agar tushadigan bo'lsa, yana ham tushirib beraman. Gapimga javob. Narx tushadigan bo'lsa yana Muammo yo'q tushiradi. aka. Agar musofirda yurgan, endi siz ko'proq ishlaysizki, mana Yevropada, Rossiyada ishlayotgan bolalar niyat qilib, otamga, onamga xudo xolasa zo'rini, yangisini, maslasini mindiraman degan yurtdoshlarimiz bo'lsa, yana o'tadigan joyi bor aka. Kesin shuni ko'rsatsin, mana aka 3 kun, 5 kun, 6 kun, 1 hafta bo'ldi kelganimga Rossiyadan, qilib bering desin, qilib bermagan nomard aka. Do'stlar, yana eslatib o'tamiz. Naqd pulga nalichi sotib olaman deganlar uchun normalniy skidka bor. Kerak bo'lsa o'zim yetib kelaman o'sha olayotgan vaqtlaringda. Mana shu salonga kelasizlar, naqdga olmoqchiman desalaring, barcha O'zbekiston bo'yicha любой avtosalondan arzon narxga olib ketasizlar. Endi bunaqasi bo'lmaydi menimcha. Naqddan foyda ko'rmaganmiz, foyda ham kerak emas. Naqdga so'rab kelganlarga aka cho'ntagingizga plyus solib qo'ying. To'g'ri, salonga bolalarni shuni olib boradi, tanlaydi. Bizda ko'rib kelgan, endi primerda haqiqatan ko'rib tanlaydi. Naqddan 1 so'm foyda kerak emas. Shunday salonga pulni sanab berasizlar, muammo yo'q. Olib ketaverasiz. Endi qarang, men bitta narsaga tushunmayapman. Bu O'zbekistonda trendda, to'g'rimi? Aha. Bu Qozog'istonda ham trend ekan. Qozog'istonda ham trendda aka. Yaxshi. Sababi nima bilasizmi? Xo'p. Bekorga masalan nima uchun trekerlarga, Onixlarga, Damaslarga o'zgartirish kiritmadida? Mana 26 MCMlarni bildik, ko'rdingiz-ku. Monitorlarni qildi, boshqa joylarni, ABS'lari oldin haydaganda konditsionerni yozsangiz, yozda yaxshi ushamasdi. Hozir hamma joyini qilib qo'ygan. Kojniy salon qilgan, monitor qo'ygan, Malibu tablo qildi. Yana nimadirlar o'zgarish. Sababi aka, mashina haliga qo'pol qilib aytganda, agar yolg'on bo'lsa, kommentariyaga fikringizni qoldiringlar. Haqiqiy o'zbekning eshak mashinasi mana shu mashina. Bu. Ha. Cobalt bo'ldi. Aka, siz yaxshi bilasiz, Surxondaryo, Qashqadaryolik zemlarimiz ustiga borib bitta Cobalt baravar yuk tortadi. Sobrahimovda. Shunday. Ketdi shular. Ketdi. Qozog'istonga bo'ladigan bo'lsa, Qozog'istonga 4 ta odamni otadi, ketdi. Ketdi. Aka, mashina zo'rda. Shunday. Hurmatli yurtdoshlar, Midnight varianti 3,5 dollar bosh to'lov, yana qaytaraman, oylik to'lov 3,8 ya'ni 316 dollardan. Ana endi ikkinchi variantga o'tamiz aka. Hop. Avtomat korobka, hammasi avtomat korobka. Besprabek haqida gapiryapman. Style varianti. Bilsanglar kerak, oq diska, oq fara. Xuddi shu narsani, faqat mana Midnight'ini oq diska, oq fara, qora fara diska bo'lsa, uniki oppoq hamma joy. O'sha eski versiyadan. U mashinani oylik to'lovi 3,8 so'm. Style variantiki. Boshlang'ich to'lov o'rtoqlar sizlar uchun 3700, 3600, 3500 ham kerak emas aka. Xo'p. Bo'ladigan joyini ayting. Bo'ladigan joyini aytaman, 3400 ham kerak emas. Xo'p. Bo'lsa sizlarga bo'lsa 3350 dollar. Agar Nasim Xolifdan ko'rib keldim, haqiqatan mana aksiyasiz aytgandingiz desa 3300 dollar bilan mana 5 aka. Men shuni aytmoqchi edim o'zi kakras. Realni gap, mana 5 3300 dollar bilan olib chiqib ketaversiz. 3300 dollar bilan olib ketaversin. Style variant, Besprabek yangi 25 haqida gapiryapman. Endi qarang. Bu o'sha 3 kun, ya'ni video qo'yilgandan sразу aksiya boshlanadi. Video qo'yilganida hisoblaysizlar. Bu mashinadan 10 ta, 20 ta qo'yilyapmi, ili umuman qo'yilyapmi? Farqi yo'qmi? Farqi yo'q. 3 kunga farqi yo'q. 100 ta oladimi, 200 ta oladimi? Mana bu yoqda ham mashinalar bor, ko'rsating aka. Tugab qoldi degan nima bo'lmaydimi? Iloji aka, tiqilib yotdi. Tiqilib yotdi. Ko'raman, shu telefon qilamiz, olib keladi treylerda. Bular hammasi Midnight variant. Midnight'ni tashqariga qo'yib qo'yganman. Bu naryoqda bilsangiz, ana mashinalar qabristoni bor. O'sha yerga olib borib style'lar taxlab qo'yganmiz. Style'dan ham umuman muammosi yo'q. MCM variantini endi aytaman aka. Yangi chiqqan 2026-yil kuzov bo'ladi. Ko'p odam tushunar ekan, 26-yil chiqqan mashinani 26-yil texpasport deb o'ylar ekan. Yo'q, hurmatli yurtdoshlar, hozir 25-yil 26-yil kuzov bo'ladi. Ya'ni 26-yil ishlab chiqarilgan mashina, lekin texpasportingizni 2025-yil olyapsiz. Do'stlar, 2025-yil Besprabek, Pachka, Midnight Style variantini olaman degan yurtdoshlarimiz uchun boshlang'ich to'lovi Style variant, boya aytganim bor-ku aka. Oq diska, oq farali bor-ku. Xuddi o'shunaqa pozitsiyasini qora diska, oq fara bo'lsa, boshlang'ich to'lov bo'lsin, xalqqa bo'lsin, shu ham aka. Xo'p. Chalg'itmaymiz. Xo'p. 3700 boshlang'ich to'lov.
oylik to'lovi 316 dollar, ya'ni 3 million 800 ming so'm. Xo'p, hozirgi oq moshin bilan buning o'zi farqi nimada? Farqi Ko'rinishdami? Ko'rinishida qarang. Eski pozitsiyani Midnight varianti mana shu. Aha. Staylida faqat fara bilan disk o'zgargan. Xo'p. Qolgan joyi bir xil. Aha. MCM variantida aka, MCM ni ham salonda bo'lsa ko'rsataman, ichkariga olib kirgan bo'lsa, monitorida raznica bor. Tablosida bor aka. Motorida o'zgartirish bor, ot kuchi ko'paytirilgan. ABS ham kuchaytirilgan aka. Ha, motorda farqi bor. Motorda farqi bor. Konkretniy farqi bor aka. Men o'zim haydab ko'rdim, chunki yurtdoshlar ancha-muncha aqlli, ekonomishli razgonga ham zo'r. Ekonomishli qilingan, gaz qo'ysa ham mana style variant ko'proq maslahat beramiz. Sababi style variant gazga moslashtirilgan motorda chiqadi. Ha. Tushunyapsizmi? Gaz qo'yadigan, propan qo'yadigan bo'lsa, zo'r yurib beradi mashina. Unisiga muammosi yo'q. Agar xuddi shunaqa pozitsiyasini olaman desa, eskisi ham, yangisi ham e'tibor bergan bo'lsangiz, oylik to'lov 316 dollar, ya'ni 3 million 800 ming so'mdan olib chiqib ketaveradi. Boshlang'ich to'lov style variantiga 3700 dollar berasizlar. Hamma rasxod ichida, nomer, оформление, GAI, запрет, nomingizga o'tkazish hamma xarajat ichida. Yana bitta narsa plus bo'lsin. Ha. Shu 20 litr benzin bilan polik moligini ham qo'yib beringlar. Erkakchasiga. Tamom, muammo yo'q. 20 litr benzin, poligi ham ichida. Faqat shu videoga like bosdim. Aka, mana ko'raman, har doim mana Nasim akani hurmat qilaman deb like bosib, podpiska tashlagan bo'lsa, muammo yo'q. Muammo yo'q. Beraveradi. Gap yo'q. Xo'p. Keyin yana bitta masala, mana shu Rossiyadan ko'rib kuzatadigan insonlar, agar ota-onalaringni yuboradigan bo'lsalaring ham, umuman xavotirga o'rin yo'q. Shunaqa. Bularda o'zini gastinsasi bor. Kerak bo'lsa, yeb, ichirib, bir kun, ikki kun mehmon qilib, moshinni nomlaringga o'tkazdirib, chiroyli qilib uylaringga jo'natib yuboradi. Shunaqa aka. Bu esdan chiqmasin-da. Musofir akalarimizni har doim yuragimizda, qalbimizda bo'ladi. Sababi aka, musofirda yurgan bolalar biladi. Shunday. Ochiq gapda, biz ko'maytda yuribmiz, o'zimizning yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo deb maza qilib, g'amimiz yo'q yuribmiz. Mana o kelib turgan problemalar muammo yo'q, lekin ular sovuqda ishlaydi. Bir xilgilar har xil konlarda ishlaydi. To'g'ri emasmi aka? Shunday. U pul topish hozirgi paytda ishoning aka juda qiyin bo'lyapti. Shunday. Bu basa ko'chada yurgan, otasini davrida yurgan bolalar mayli yursin. Hamma ham otasini davrida maza qilib yuradi. Lekin o'zini puliga sotib olib, ota-onamga niyat qilib, mindiraman yangisidan, yaxshisidan degan yurtdoshlarimiz kelsa muammo yo'q. Mana shu qo'ygan aksiyam bo'yicha ham kerak bo'lsa, arzoniga qilib beraman aka. Ichkarida nima gaplar endi? Ichkarida tushuntiring. Xo'p. Eng qizig'i do'stlar, yana bitta masala. Agar mashinalaring любой nima mashin bo'lishidan qat'iy nazar, eski mashin bo'lsa, shuni yangisiga almashtiraman desalaring ham xuddi mana shu salonga kelasizlar. Shunaqa trading xizmatimiz ham bor aka, yaxshi gapirdingiz o'shani. Trading xizmatimiz ham bor. Xudo xolasa eski mashina 2010, 2015, 20 farqi yo'q aka. Olib keladi, hisoblab olamiz. Ha, yana bir gap aka. Masalan, bozorga borib, olib sotarlar mana shu mashinani deylik 10 million so'mga baholasa, olib kelsin 11 million so'mga olib qolaman. Gap yo'q ana. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, bozorda realni gapirsin faqat, aldamasin. Bozorda menga mana shu mashinani olib sotarlar 10 million baholadi desa, men 11 millionga olaman. Mashinani ustiga undan 11 millionga oldim deb turib, o'zimni sotayotgan mashinamni ustiga qo'ymayman. Xohlasin sotib ketsin, xohlasin mashina olsin. Mashina olsin, o'rniga. Vobshe farqi yo'q aka. Gap yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. Ko'proq aka, mana bu yoqda sotilgan mashinalarimiz. Bu yerda endi probegli mashinalarmi yo'q? Bu probegli mashinalarni Nasim aka agar e'tibor bergan bo'lsangiz, hammasi ketibdi. Hammasi ketibdi, ha. Ko'p ketgandan keyin iloji boricha yangisini. Sababi yangi. Ko'chada mana odamlar kelyapti-da, bunday qarayapti. 22 Cobalt'ga masalan 3 million 300 ming, 3 million 400 ming so'mdan chiqsa oylik to'lovi, yangilarniki o'zi 3 million 800 dan chiqadi. To'xta deydi, undan yangi olaman. Shunday. Ana o'shaning uchun ham ko'proq uporni yangi mashinaga beryapmiz. Hurmatli yurtdoshlar, MCM variant, Midnight variantini oladigan bo'lsa, Midnight variantini agar ko'rgan bo'lsangiz, xuddi shunaqa ko'rinishda. Motorlari o'zgartirilgan, monitor qo'yilgan, tablolari ham o'zgartirilgan. Style variant bilan Midnight varianti, MCM variantini qanday farqi bor ekan? Kojinli salon bo'lar ekan. Qora tarpetkada chiqqan ekan. Midnight variant eng full hisoblanadi u. Eng full hisoblanadi. Полный kojinli salon, обогрев сиденья, hamma narsasi bor.
u mashinani boshlang'ich to'lovini sizlar uchun 4600 dollar berasizlar. Uniki qimmatroq, hurmatli yurtdoshlar. 4600 boshlang'ich to'lov, oylik to'lov 316 dollar. 316 dollar. U ham 3 million 800 da aka. Ha, Tushundingizmi? Mashinani shunday, faqat shunday. narxi ko'tarilgani bilan oylik to'lov o'sha-o'shada. O'sha. Sababi 8% da aka. Ha. 10 ming dollar bankdan olgan kredit qarzdorligingizga o'zi ko'p odam ishonmaydi, tushunmaydi. Hurmatli yurtdoshlar, 8% lik valyutni qanaqa bo'ladi degan yurtdoshlarimizga 10 ming dollar yaxlit bankdan qarzingiz bo'lsa, yiliga 8 dollar qo'shib berasiz. Ya'ni agar 1 yilda qutulib qo'yadigan bo'lsangiz, 10 ming 8 dollar bilan o'sha bankni yopdingiz. Вообще bomba. Shu aka. Вообще bomba. Men ko'pchilikka hayron qolaman. O'sha nalichiga yoki o'zbek so'miga kredit olishadi-yu, kreditga nimadir olishadi. 20%, 24%, 28% to'laydi. Aka. A 8% bu dollarga olgani ma'qulroq. Shu gapingizga ham bitta negativ chiqadi aka. Nima deydi bilasizmi? Hop. Nasim aka deydi, "Bu dollar-ku" deydi. Bu valyuta-ku deydi. Lekin Farqi nimada? 1 yildan beri hurmatli yurtdoshlar dollar kursi tushyapti. Tushyapti. Birinchidan. Da. Ikkinchidan hurmatli yurtdoshlar, mashinani so'mda olmaydi aka. Dollarda oladi. Dollarda oladi. Shunday. Ertaga sotganda ham dollarda sotasiz. Hech bu narsani o'ylab ko'rmaydi. Men hozir dollarda olsam, ertaga sotganda ham dollarda sotadi. Hurmatli yurtdoshlar, hech kim so'mda bozorga borsangiz 120 million so'm demaydi. 12 ming, 13 ming dollar deydi. Xuddi shunday. Bizda xo'p, to'g'ri, so'mda ishlashimiz mumkin, nimadir olishimiz mumkin, lekin bizda aksariyat mana bu katta narsalar uy, nijiloy, mashina hammasi dollarda o'ynaydi. Dollarda o'ynaydi. Chunki zapchast dollarda keladi. Hamma narsa, yig'ilishlar, hamma narsasi dollarda. Olinglar, ertaga dollar kursi ko'tarilgan taqdirda ham ko'tarilgan narx bilan sotasizlar, hurmatli yurtdoshlar. Shunda qarang. Men 10 ming dollarga mashina oldim. Xo'p. Kreditim bor. Aha. 8% to'lovi qanaqa bo'ladi? O'shani tushuntirib bering. Yana 8% to'lovi, qarang aka. Soddaroq qilib. Telefonimni berib turing-da, Bunyodjon. Mana. 8% lik to'lovi. Mana, например, aka, midnight aytaylik aka. Mana hozirgi aytgan oxirgi aksiyam bor-ku. Hop. Xo'sh. Kamerani yaqinroq olib keling. Aha. Mana midnight. Aka qarang. Hop. Bankdan qolayotgan krediti 13324 dollar qolyapti. Hop. 13324 dollarga 5 yilda qo'shib berayotgan foizi 5690 dollar foiz qo'shib beryapti. Xo'p. 5690 dollarda Aha. bo'lamiz 5 ga. Aha. Yiliga 1138 dollar qo'shib beryapti. Aha. 13300 dollar qarziga. Ha. Tushundingizmi? Yiliga qo'shib berayotgan foizi Aha. 1138 dollar. Bunaqa foiz bilan mana so'movoy variantim ham bor. Qaranglar, hurmatli yurtdoshlar, ikkita variant sizlarga yavni kartani ochiq o'ynaymiz. Hop. Xohlaganlar uchun Toshkent shahar, faqat Toshkent shahar hozircha, xudo xolasa viloyatlarga ham ochamiz. Hop. Faqat Toshkent shaharlik aka-ukalarimiz style variant Cobalt Besprabek pachkasini, midnight'ini ham qilib beraman aka. Hop. Olaman deydigan bo'lsa, aka bunaqasini hali eshitmagansiz. Hop. 2300 dollar boshlang'ich to'lov bilan qilib beraman. 2300 dollar bilan 2300 dollar boshlang'ich to'lovi, hamma rasxodlari nomerigacha taqib beraman uni, lekin foizi katta. foizi katta. Bunda 3 million 800 ming so'm chiqayotgan bo'lsa, mana bunda bo'lsa aka 4 million 958 ming so'mdan to'g'ri kelyapti. Ha. Xohlaganlar uchun variant to'lib yotibdi aka. Xohlasin boshiga 2300 bersin, nomerigacha taqib beraman. Faqat hozircha Toshkent shahar. Agar oylik to'lovni so'mda to'layman degan aka-ukalarimiz uchun xohlasin boshlang'ich to'lovni ko'paytirib 4000, 5000 bersa, bu oylik to'lov kamayadi. Endi qarang, bitta sizga savol aka. 1000 dollar qo'shyapti grubi. Style variantga boyaganda, yo'q, boyagi 1 yil emas. Mana buni 2300 dollar ustiga yana 1000 dollar qo'ysa, oyiga 3 million 800 ming so'mdan bo'ladi. Ana endi qarang aka, so'm bilan valyutani hisoblaymiz aka. Xo'p, 316 dollar 316 dollarni ko'paytiramiz 12 ming dollardan urib 3 million 792 ming so'm. Даже 3 million 800 ham chiqmayapti. Bundan minus qilamiz. 4 million 958. 4 million 958 ming. 1 2 3 ketdi. 1 million 166 ming so'm. Ya'ni 100 dollar farq beryapti. 100 dollar farq. 100 dollar farq beryapti. Buni ko'paytiring 60 oyga. Necha pul farq beryapti? Oho, 70 million. Bitta damasmi? 70 million foyda qiladi. 70 million arzon bu. Ya'ni 8%ligi. 8% 70 million so'mdan arzon. Tushundingizmi? Odamlar masalan
Hurmatli yurtdoshlar, so'm desanglar, mana bekorga olib chiqmadim. O'tgan safar boshqa joyda 2500, 2700 bilan beryapti-ku, sizdan nima 3400 degan gapiga. Menda arzon qilib beradigan yo'q. Chunki meni orqamda Rustam akam bilan O'ktam akam bor. Ishongan tog'larim bor. Aka, men mana shu narsani aytib qo'yay. Orqamda turib beradigan akamlar bo'lsa, Luboy bilan chiqaraman aka. Mashina bo'yicha xohlagan salon bilan mana 2400, 2700 bilan beryapti deganlar uchun 2300 dollar boshlang'ich to'lov, oylik to'lov 4 million 500, 4 million 900, 58 ming so'mdan xohlaganlar kelib olib ketsin. Xohlaganlar uchun, aka, qani men ana grafikim. Boshlang'ich to'lovsiz mashina kerakmi sizga? Shuni aytmoqchi edim. Boshlang'ich to'lovsiz. Bir so'm xarajat qilmaydi. Nomer, оформление, GAI, zapret hech narsaga xarajat qilmaydi. Mashina minib chiqib ketadi bu. Faqat uni ham sharti bor aka. Toshkent shahar, Toshkent viloyatida turar joy yoki noturar joy binosi yoki 2021-yildan baland bo'lgan mashinasi bo'lsa, butun respublika bo'yicha mashinasi bo'lsa 2021dan kelib turib olib ketaversin, muammo yo'q. Mana aka, boshlang'ich to'lovsiz grafika. Boshlang'ich to'lovsiz 0 bilan turibdi, ko'ryapsiz? Hamma rasxod ichida. Oylik to'lovi 423 dollardan to'g'ri keladi. Endi qarang aka. 423 dollardan. Ba'zi bir berayotgan joyman 423. 423 dollarni ko'paytiramiz. 12 ming dollardan eng ko'pi bo'larsa 5 million 76 ming, 5 million 100 ming so'mdan to'g'ri kelyapti. Bosh to'lovsiz, nomeriga ham xarajat qilmaydi. Xohlaganlar uchun qayerda bunaqa variant bor? Xohlaganlar uchun aka, gapingiz bo'ldi, ming bor uzr. Mana shuni ustiga nech pul olmoqchi? 2000 kerakmi sizga? 3000 kerakmi? Qo'yib beraman, muammo yo'q. Mashina oladi mendan, xarajat qilmaydi o'zi, shundoq ham cho'ntagidan 1000 so'm xarajat qilmaydi. Xohlasa 2,5 ming, 3000 dollargacha qo'liga beraman. Qo'liga pul ham berib qo'liga pul ham beraman. Endi do'stlar, orada haqiqatdan borki, o'sha nolga tushib qolgan akalarimiz bor, shofyor akalarimiz bor. Bitta mashina bo'lsa, ro'zg'orimni tebratib ketaman deydiganlar bor. Rossiya qatnaydimi, viloyatga qatnaydimi, dastavkaga qatnaydimi, qizig'i yo'q. Shunday. Lekin o'sha haqiqatdan o'sha nolga turgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bitta pasportingiz bilan kelib, shunday mashina olib ketsangiz bo'lar ekan. Aka, 2000-3000 pul ham olib ketar ekansizlar. Nima deyapti? Hurmatli yurtdoshlar, 8% li hafta kirdik. Aka, mashinalar shu. Mana bu yoqda Sparklarim bor aka. Xo'p. Probekli-da, to'g'ri. Probekli aka. O'zi probekli mashinalarim ko'p qolmadi. Buni ham narxi juda ham arzon aka. Xo'p. Ana keyin oyimlarga olib bersangiz, mazax to'lab, o'zlarini kreditini o'zi to'lab, bemalol yopib, bir kun kelib turib mashina qolib ketadi yoningizda. 02 ga deysizmi? Ha. 02 ga. 02 ga. Joni sog' bo'lsin. 2022 mashina, Nasim aka, 53368 kilometr yurgan. Bu pastiga yozib qo'ygan. Bizda hammasini kraskalarini, dannilarini mana shu peshona qog'ozga yopishtirib qo'yadi. Keladi, klient o'zi ham ko'rib olsa bo'ladi. Mashina 53 ming yurgan ekan, 22-740 nomerda yurgan aka. Qarang. Nima deb yozgan? Bagajida orqa chap krilosida bor. И panelda bor. Ko'ryapsiz? Yozib qo'ygan hamma narsasini. Kraskalari shu joyda. Hurmatli yurtdoshlar, kraska biz aytgan joydan boshqa joyda chiqadigan bo'lsa, 500 dollardan o'tib beraveradi. Даже mana kraska deb yozib qo'yilgan. O'sha joyda dalshi o'qisalaring, mana shu yerdagi mashinalar hamma dannilari bor. Shunaqa yozib qo'yilgan. Gap bor aka. X3 diskalar qo'yib qo'ygan, chexollari konkret toza holatda, ximichka qilingan. Hamma narsasi zo'r holatda turibdi. Bitta gaz qo'yadi, orqada pisochniy fari, kamera, hamma narsasi bor. Aka, oylik to'lovini bitta ko'ringda. Xo'p. 2 million 680 ming. 2 million 680 ming. Nima degan gap aka? Kuniga 70 mingmi, 80 ming so'm bo'ladi. Shunday. 200 dollar ham, hurmatli yurtdoshlar, 200 dollardan qayerdan mashina bor? 22 haqida gapiryapman. 200 dollar. 18, 17 demayman. 200 dollardan oyiga mana. Shaqillatishadi. Shunaqa gap yo'q. Boshlang'ich to'lovi 2900 berasizlar. Hamma rasxodinglar ichida, nomerigacha taqib beraman. Olib chiqib ketaveringlar. Keyin aka, bu yerda ham bitta trekkerimiz bor. Trekker, bez probega. Yangi pachkasi aka. Hop, 2025 bu Premier Plus aka. Redline'dan bitta past, eng oxirgi fullidan bitta pastda turadi. 2025 bez probeg pachka, cruise control, panorama lyuk, hamma narsasi bor. Hurmatli yurtdoshlar, buni boshlang'ich to'lovi 6790 dollar. Boshlang'ich to'lov nomerigacha ichida qilib beraman. Oylik to'lov 5 million 400 ming so'mdan to'g'ri keladi.
5 million 400 mingdan. Qovunchi yangi qovunchidan uy qo'yib pullar chiqaraverasam, Pul yo'q. Yangi yo'lmi? yangi yo'l. Ha, yangi yo'ldan bo'lsa bo'ladi aka. Tamom. Xo'p, aka shu hozircha mashinalar shular, Nasim aka. Endi aka-ukalar, mana shu hozir bizlarni O'zbekistonning qaysidir burchagidan ko'ryapsizmi yoki Rossiyadan ko'rib kuzatyapsizmi? Обязательно sizlar o'sha masofadan turib mashinani dogovor qilib kelishsalaring bo'ladi. Deylik, Rossiyadasiz. Mana shu ekrandagi raqamlarga telefon qilib, menga mana shu mashina yo'qdi, mana shu marka yo'qdi. Menga Telegram orqali hamma ma'lumotni tashab bering. Shunaqa. Qayerga avans saylash kerak, ota-onamni yuboraman deb turib, o'sha yerda o'zidan birdan kelishib mashinani просто tap tayyor qilib qo'yishadi. Shunaqa. Qaysidir bir yaqiningiz kelib, shuni minib olib ketishadi. Telegramdan yozsa, grafik tashab beradi. Qizlar grafik tashab beradi, ko'radi, tanishadi grafik bilan. Ma'qul keladigan bo'lsa, karta tashlang deysiz. Faqatgina Nozimov Aziz yoki Artikov Bahodirdan boshqa kartaga tashlamasin. Qolgani fake aka. Unga javob bermaymiz, hurmatli yurtdoshlar. Biz yoki Mirzayev O'ktam O'lmasovich rahbarimiz O'ktam akamning kartasi yoki Nozimov Aziz boshqa kartaga tashlamasin. Endi mashinalarni ko'raman degan aka-ukalarimiz yana sizlarga bitta narsani aytib o'taman. Eng zo'ri har kunlik ma'lumot chiqadigani Premier Auto City Instagramga o'tib, Shunaqa. qo'lni o'tib, obuna bo'lib, har kun kuzatsalaring bo'ladi. Nima aksiya ketyapti, nimani narxi tushib ketdi. To'g'rimi? Joningiz sog' bo'lsin Ay, aka. Charchamanglar aka-ukalar, gazini bosdik. Videolarimizni qo'ldan kelgancha tarqatinglar va sizlardan chiroyli kommentariyalar kutib qolamiz. Hurmatli yurtdoshlar, 1000 marta eshitgandan ko'ra bir marta kelib Premier Auto City'ga mehmon bo'lsanglar xursand bo'lamiz. Joninglar sog', umringlar uzoq bo'lsin. Charchamanglar. Gap yo'q.